Assalomu alaykum hammaga. Xabaringlar bor, bizda Uzun marketda noldan sotuvgacha bo'lgan har bitta qadamlarni tushuntirilgan kursimiz mavjud. Onlayn va offlayn individual kursimiz bor. Onlaynda o'quvchilarimiz o'qishyapti. Xudo xolasa ular ham savdoga chiqib, savdoni qilishyapti. Bugun offlayn individual kursimizda yana bitta o'quvchimiz kursni bitirdilar. Bular unga o'zini tovarlarini qo'yib, xudo xolasa endi sotuvga chiqish arafasida turibdilar. FBS bo'yicha tovarlarni sotuvga qo'yilgan, sinab ko'rish uchun qanaqa ketyapti shu jarayonni sizlarga ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana sizlar uchun 3 ta kartochka yaratdik. Mana bularni o'sha FBS ga sotuvga qo'yib qo'ydik. FBO ga endi tarqatiladi. Bularning do'koni FBS da sinab ko'rish uchun kartochka yaratib ishlatilib turibdi. Mana bu tovar kartochkasi bloklangan. Buni qanday qilib blokdan chiqarishni ko'rsatish uchun ham shunday bo'lgan. Bular uchun bitta experience bo'lgan. Sinab ko'rish uchun, o'zlari uchun amaliy ish bo'lyapti. Ko'rishimiz mumkin. Hamma narsalari yaxshi, xudo xolasa kamchiliklari bo'lmaydi degan umiddamiz. Hozir o'zlarining fikrlarini bilamiz. Mana kurs oldik. Juda yaxshi tushuntirishlari. Savdoga ham chiqdik nasib bo'lsa. Endi reklama qilib ishni yo'lga qo'yib olsak, hamma narsa yaxshi, davollimiz. Rahmat. Do'konlar shunday ko'rishlari mumkin. Endi hammalaringga ham tavsiya qilamiz, kelib bemalol o'qishlaring va qatnashishlaring mumkin darsimizda.